Inson huquqlarini va manfaatlarini himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu maqsadda mamlakatimizda sud qarorlarining so'zsiz ijrosini ta'minlash, moliyaviy nizolarni hal etish hamda ijro intizomini mustahkamlash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Inson huquq va erkinliklarini ta'minlash, fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoya qilish davlat siyosatidagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-maydagi farmoni asosida Bosh prokuratura huzurida Majburiy ijro byurosi tashkil etildi. Mazkur tuzilma moliyaviy nizolarni hal etish, sud hujjatlari ijrosini ta'minlash va ijro intizomini mustahkamlash borasida samarali faoliyat yuritib kelmoqda. Bugungi kunda bo'lim ish yurituvidida soliq qarz undirish bilan bog'liq 1353 ta 39 milliardlik ijro ishi mavjud. O'tgan 2025-26 yilda 5 oy davomida jami 325 milliard so'mlik soliq qarzdorlik undirildi. Bundan tashqari iyun oyining 10 kunligida qarzdor tashkilotlarga tegishli 14 ta mulklar auksion savdolariga chiqarildi va 17 milliard 326 million so'mlik soliq qarzdorlik undirildi. Bugungi kunda kommunal xizmatlar sohasidagi qarzdorliklarni kamaytirish va bu bilan bog'liq bahs-munozaralarning oldini olishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Elektr energiyasi, tabiiy gaz hamda maishiy chiqindilar xizmati uchun to'lovlarni o'z vaqtida undirish ishlari tizimli va samarali tashkil etilgan. Albatta hozir prezident qarori asosida bemalol imtiyozli holatlar bo'yicha ishlayapmiz. Kommunalkalarda bizda hech qachon muammolar bo'lmagan. O'sish holatlari ham yaxshi ketyapti, jadal avjiga olmoqda. Shundan holatlarimizda to'lov holatlari bemalol kelib, xohlagan mijoz orqali to'lovlar amalga oshirsa bo'ladi. O'zimizni boshqa, ya'ni filiallar bo'yicha ham bankomatlar joriy etilgan. Bugungi kunda Angren shahridagi tabiiy gazdan foydalanayotgan barcha turdagi iste'molchilarni bir maromda gaz bilan ta'minlash ishlari yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birgalikda foydalanilgan gaz haqqini ham o'z vaqtida undirish bo'yicha ishlar tashkil qilingan. Bunda Angren shahridagi Majburiy ijro byurosi xodimlari bilan hamkorlikda ishlar tashkil qilingan bo'lib, o'z vaqtida to'lovlarni undirish ishlari yo'lga qo'yilgan. Gazda foydalanilgan tabiiy gaz haqqini o'z vaqtida to'lashdan bosh tortgan iste'molchilarga hujjatlar rasmiylashtirib Majburiy ijro bo'limi xodimlari bilan birgalikda undirish ishlari amalga oshirilmoqda. Sud buyruqlari asosida amalga oshirilayotgan undiruv ishlari ham byuro zimmasidagi muhim va mas'uliyatli vazifalardan biri sanaladi. Bu jarayon fuqarolar va tashkilotlar manfaatlarini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bo'lim ish yurituvidida jami 2550 ta aliment undirish to'g'risida ijro hujjatlari mavjud. Hozirgi kunga qadar 251 ta oila yarashtirish choralari ko'rildi. Bundan tashqari o'tgan davr mobaynida 1 milliard 243 million so'm aliment pullari undirilib, undiruvchilarning plastik kartalarga o'tkazib berilishi ta'minlandi. Aliment undiruvi bilan bog'liq ijro hujjatlari byuroning doimiy nazoratida. Ayni paytda jamiyatda oilalar mustahkamligi, nikoh va ajrimlar bilan bog'liq masalalar ham dolzarb mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Turli muhokamalarda ajrimlar soni ortib borayotgani haqida fikrlar bildirilmoqda. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yilning yanvar-iyun oylarida nikohdan ajralish holatlari 23,3 mingtani tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2024-yilning shu davriga nisbatan 800 tadan ziyodga oshganini ko'rsatadi. Mutaxassislar mazkur holatlarning oldini olish, oila institutini mustahkamlash va yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash bo'yicha chora-tadbirlarni yanada kuchaytirish zarurligini ta'kidlamoqdalar.